Mana bozorda mana buzildi mana. Hamma yangi bozorga deb ko'chiryapti mana. Bozor yopildi mana. Mana bozorga aka dilishlarga. Aka bozor yopildimi? Yopildimi bozor? Magazin nima bo'ldi? Magazin joymi yopildimi? Bozor yopildi. Magazinlar bilmaydi. Hayda uni chiqar. Mana bozor bilekan, do'konlarni bilmaykan, bozordagi do'konlarni. Mana bozorga aka. Xohlaganingizdan qilib gap chiqaravering. Akamiz aytadi o'zi. 2026-yil 8-iyunda mana biz mana shu daraxt soyasiga tushdik. Bizani qo'ymadi, mana chiqarib tashladi-da, ekskavator olib kelib mana yana to'proq uyapti, aynan shu yerga. Tushgan joyimizga to'proqni uydirtiryapti. Ichki xodimlar, keyin xonavlar kelib, xodimlar, xullas xodimlar kelib, shu yerga kirmasin, buzaylik deb shu yerda tekislatyapti. Bizlar chiqarib berdi yana. Bozor hududiga kirmaydi o'zi asli. Aytdimki, soyani. Mana yo'l bilan chiqarib tashlayapti. Shunchalik darajada vahshiylarcha qavlayapti. Qamash xalqini xarabaga. 2026-yil 8-iyun kuni mana shunday Musulxonaga aylantiryapti bozorimizni. Soat necha bo'ldi? Soatga qarangchi. 12 da Qamash xalqini ham tinglaydigan insonlar bormikan? qarang mana. Shetib xarabaga aylantiryapti. Daraxtlarga tegib ketyapti. Sherga sher soyasini ham ko'mayapti, qarang. Sherga ham kelmasin deyapti. O hamma keldi mana. Prezident bu murojaat qilyapti. Ya boya to'da vaqt prezidentimizga chiqish kerak.